inkubatorda nafaqat tovuq, ona ari ham chiqarsa ham bo'ladi. Mana demak o'sha inkubator. Buni yasadik, bitta qisqagina obzor qilib boraman. Ko'rinishiga keladigan bo'lsangiz, tegi tiyopli pol, namlik haydaydigan ventilyator, namlik datchigi issiqlik datchiklaridan iborat bo'ladi. Buning ichi atrofi utublat qilingan, og'izlari utublat qilingan, yopilganda chirog'i o'chadi. Bitta ishlatishni ham ko'rsatib boraman hozir. Kimni qanaqa fikri bor shu bo'yicha. Demak, mana blok upravleniya. Hozir bu ichkari sovuq, buni ochmagin deyapti. Mana ochgandan keyin chirog'i ishladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Tak, kerakli havoni kerakli vaqtda haydab turadi. Mana bular hali yopishtirilmagan. Namlikni kamayganda namlik berib turadi, sovuganda isitib turadi. Ya'ni ona arilarimiz xudo xolasa mana shu xonamizda ekilib chiqazgandan so'ng zudlik bilan vaspitatsiya oilalarda ularga hamma kerakli tabiiy ozuqa tarbiya olingandan so'ng bu yerda faqat bog'cha vazifasini bajaradi. Ya'ni hayot maktabiga jangiga tayyorgarlik ko'rguncha mana shu yerda ular chiqib voyaga to'liq yetadi. Bu bizaga основной vaspitatelkalarni umrini va ularning quvvatini tejash uchun ishlatiladi. Xudo xolasa buni bu yil eksperiment qilib ko'ramiz. Qaysi fikrdasizlar?